Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun i'rob darsimizning 12-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda 11 va 12 hadisni o'qiydik. Endi biz bugun 13-hadisni o'qiymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Al-hadithu thalitha ashara 13-hadis. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Hadisning tarjimasini qilamiz. Abi Hamza Anas ibn Malik radhiyallohu anhu den Abi Hamza degan kuniti, Anas ibn Malik degan o'zining ismisi va familiyasi. Dadasining ismi. Xodimi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning nimasi? Xizmatkori. Anas ibn Malik Rasulullohga uzun yil xizmat qilgan odam. Rasulullohning xizmatkori anin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Qal dedi payg'ambar alayhissalom: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlarning biringlar la yu'min mu'min bo'lmaydi hattoki yaxshi ko'radi li akhihi o'zining qarindishiga ma yuhibbu li nafsi o'ziga yaxshi ko'rganni. Sizlarning biringlar qarindishiga o'ziga yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rmaguchilik nima bo'lmaydi? Mu'min bo'lmaydi deydi. Hadisning mazmuni shu. Bu hadisimizni qisqa bo'lg'achqa tarkibni hammasiga o'qiymiz. Ya'ni mu'min bo'lmaydi degani bu yerdagi mu'mini komil mu'min bo'lmaydi deydi. Bu odatda ba'zi shaxsiyatchi odamlar bo'ldi. Yaxshi ko'ranmaydi amaliyotda, o'ziga yaxshi ko'rgani qarindishi yaxshi ko'ranmaydi. Mu'min emas, kofir demdik? Yo'q. Komil mu'min emas deymiz. Hadisning tarkibiga kirsak, i'robul hadis, hadisning i'robi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu fi'l mudari'ning oldiga kirganlar ikki xil bo'ldi. Birisi nahiyning lasi bo'ldi, yana birisi nafini bildiradiganlar bo'ldi. Nahiyning lasi bo'lib qolsa, fi'l mudari'ning oxiri sukun o'qildi. Nafini bo'lib qolsa, fi'l mudari'ga hech qanday qilmaydi, ta'sir ko'rsatmaydi. Endi la yu'minu deganlar qandalar? Nafining lasi. Yu'minu fi'l mudari marfu', ya'ni pesh o'qilgan fi'l mudari, peshning alomati qani oxirida oshkora. Ahadukumdagi ahadu yu'minuning nimasi? Fa'ili. Fa'ilga nima o'qiladi? Pesh o'qiladi. Peshning alomati qani? Ahadu oshkora. Kum deki kap shundaqo ahad shundaqla fa'il shundaqla nima? Mudof. Kapcho mudofun ilayh. Mudofun ilayh nima o'qildi? Zir o'qildi. Zirlikning alomati qani? Zirlikni o'rnida deb qaraymiz. Chunki kap nima? Mabni damir. Mimcho ko'plikniki alomati. Hatta bu fi'l mudari'ni zivar qiluvchi vositalarning qatoridan. Shunga yuhibba nima qildi? Zivar o'qildi. Yuhibba fi'l mudari mansub, ya'ni zivar qilgan fi'l mudari. Nimishqa beshiga hatta kirganlik uchun. Zivarlikning alomati qani? Oshkora. Bu fi'l mudari dedik, qani buning fa'ili? Tegidi yushrun damir. Nima deb taqdir qilamiz? Huwa degan deb taqdir qilamiz. Li akhihi dik lam harfi jar, akhi majrur zirlik. Qani zirlikning alomati ya deymiz. Nimishqa ya bo'ldi buningda? Chunki bu asmaul xamsa. Asmaul xamsada zirlikning alomati nima bilan bo'ldi? Ya bilan. Zirlikning alomati chu alif bilan. Peshning alomati chu vav bilan. Shundaqla akhi mudof, hi degan damir chu mudofun ilayh. Mudofun ilayh nima o'qildi? Zir o'qildi. Zirlikning alomati qani? Mabni. Bu yerdagi hi nima? Mabni bo'lish uchun zirlikni o'rinda deb qaraymiz. Ma ismi mavsul. Uzun tarjimasi nima chiqadi? O'ziga yaxshi ko'rgan deb. Ma ism mavsul mabni shundaqo nimelik o'rinda bu yerda ism mavsul ammo zivirlik o'rinda. Nimishqa maf'ulun bi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani maf'ulun bi qanday tarjima qilamiz? Ni. Maf'ulun bi. Yuhibbu bu fi'l mudari pesh o'qildi. Peshning alomati oshkora, fa'ili tegidi yushrun damir, ya'ni huwa deb taqdir qilamiz. Li nafsihi deki lam harfi jar, nafsi majrur, shundaqla nafsi mudof, hu degan damir mudofun ilayh.
Bu hadisning mazmuni tushunishlik. Bugünkü hadisimiz qisqa bo'lg'achqa bugun ikki hadis o'qiymiz. Al-hadithur rabi' ashar 14-hadis. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Bugünkü hadisimizning mazmuniga hammaga tarkib qo'yamiz. La yahillu damu imri'in muslimin illa bihda thalath. Biz oldin hadisning tarjimasini qilib o'taylik. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu din u dedi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yahillu damu imri'in muslimin halol bo'lmaydi bir musulmon odamning qini Allohdan boshqa iloh yo'q. Haqiqatan men Allohning elchisi, mening Allohning elchisi deb guvohlik bergan bir musulmon odamning qini halol bo'lmaydi faqat 3 ishning biri bilan. Illa bi ihda thalathin. 3ning biri bilan. U 3 qaysi qini halol bo'lgan? Birinchisi as-sayyibu zani. To'y qilib bo'lgan zinoxor. Bir odam to'y qilib zina qilgan bo'lsa, bu dinimizda o'ltiriladi, chalmikka saqqib. Ikkinchisi wan nafsu bin nafsi. Jonga jon bilan. Ya'ni bir odam qasddan bir odamni o'ltirgan bo'lsa, buning qonning egalari kechirim qilmasalar, jonga jon qana qiladi, qisos elinadi. Wattariku lidinihil mufariq lil jamaa. O'zining dinini tashlab jamoatni bo'lguchi, ya'ni murtad. Ishning biri bilan bir musulmonning qini halol bo'ldi, bo'lmasa halol olmaydi. Bu 3 ishning birlami musulmonning qini halol bo'ldi deb hamma odamga halol olmaydi. Hokimga, musulmon sultonga, musulmon emirga halol bo'ldi. Har bir musulmonningki unda mening qini halol deb yugurib bir taraf qilish huquqi olmaydi. Bu hadisni Ravahul Buxoriy va Muslim. Buxoriy va Muslim qana qilgan, rivoyat qilgan. Bu hadisning mazmunining hammasiga tarkib qo'yamiz. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu la kirdi fi'l mudari'ning oxiriga ta'sir ko'rsatmadi. Unda o'z qanday ekan bu? Nafining lasi. Yahillu fi'l mudari pash o'qiladi. Pashning alomati qani? Oshkora pash. Yahillu. Damu imri'in muslimin. Damu yahilluning kelimasi fa'ili pash o'qildi. Pashning alomati oshkora. Shundaqla dam mudof. Imri'incho mudofun ilay. Zirlikning alomati oshkora zir. Muslimcho imri'inning sifati. Musulmon odam deb qana qildik, sifatladik. Shunga bu nima qildi? Zir o'qildi. Agishib. İlla adatu hasr. Hasr qilish, ya'ni doiraga elish vositasi bi ihda ba harfi jar ihda majrur. Zirlikning alomati qani? Taqdir qilinadi. Chunki bu maqsur bo'lg'achqa taqdir qilinadi. Shundaqla ihda mudof, thalathincho mudofun ilay. Zirlikning alomati qani? Oxirida oshkora zir. As-sayyibu zani. As-sayyibu zani. As-sayyibu bu yerda thalathindan qanday qilingan? Badal elingan. Shundaqla as-sayyibu sifatlanguchi. Az-zanicho sifat. Az-zani sifat. As-sayyibu nima qildi? Pash qildi. Zanicho bu pashlik o'rinda, ya'ni taqdir qilingan pashilan deb qaraymiz. Chunki bu manqus sim bo'lg'achqa, oxirida kelgan manqus sim bo'lg'achqa, bunda pashlik va zirlikka qanday qilinadi? Taqdir qilinadi. Wan nafsu bin nafsi. Va harfi atbi an-nafsu o'xshash sayib o'xshash qanday qilinadi? I'rob beriladi. Chunki bu aytib bo'lg'achqa ma'tuqqa o'xshash i'rob beriladi. Ya'ni bu badal. Bin nafsi ba harfi jar, nafsi ism majrur, zirlikning alomati oshkora. Wattariku voma harfi atbi, at-tarikum o'xshash sayib o'xshash i'rob beriladi. Lidinihi deki lam harfi jar, din majrur, zirlikning alomati oshkora. Din shundaqla muzob, hu degan damircho mudofun ilay. Mudofun ilay mabni zirlikning o'rnida deb qaraymiz. Al-mufariqcho bu tarikning sifati. O'zining dinini qanday qiluvchi, tashlovchi. Qanday tashlovchi? Mufariq. Bölgücü. Lil jamaa. Cemaatni. Yani lam harfi cer, cemaati mecrur. Zirlikning alomati oshkora.
Bu hadisimizning i'robi bu yerda oxirlashdi. Bu hadisimiz nima? Uzun mazmun bo'lmag'achqa sizlarga topshiriq berilmadi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب